Sodiq, qaysi kasalxonaga olib ketyapsan? Gapir. Birinchi ko'rpalichaga bo'lsa kerak, bilmayman. Bo'ldi, hozir yetib boraman. Nima? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? O'g'ling qanaqadir dorilarni ichib olib peridoz bo'lib qolibdi. Nima? Ahmoq. Qanaqa peridoz? Men ham boraman. Yo'q, uyda o'tir. Munisa bitta o'zi uyda qolmasin. Men borganimdan keyin senga qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti. Dadasi, men xavotir olaman. Darrov qo'ng'iroq qilib qo'ying. Ha. Lekin hech qachon chiqmasin yodimdan hayot sinovlari hali davom etadi. Yuraverish yaxshi. Kamron, ko'zingni ochgin. Meni qo'rqitmagin, o'rtoq. Qon bosimi ham yomon emas. Kamron, o'zing kelgan o'rtoq. Sen bo'lmasang men nima qilaman? Meni qo'rqitmagin, Kamron. Aka, qarang, ko'p yoqib ketyapti og'zidan. Kamron, o'rtoq. Ozgina chidagin, o'rtoq. Hozir. Voy, tezroq haydang. Ishlashga xalaqit qilma. Keldingmi? Ha, keldim. Qayerdasan? Men hozir vokzalning ro'parasida turibman. Qayerda? Avtovokzalning ro'parasida. Mana men bu yoqdaman. Ha, bo'ldi. Aylanib kel. Xo'p, hozir. Keldim. Hozir aylanib o'taman. Xo'p. Hey, nima qilyapsan, ey? Allo. Senga shu uchun pul to'layotganmidim. Qaqqob ketganding. Gapir. Nimaga jimsan? Ha? Qaqqob ketganding, gapir. Oxiri boshiga yetdingmi? Men tushuntirib beraman hammasini sizga. Nimani tushuntirasan? Ha? O'zing chora bola ekansan. Oting betayin edi. O'zing ham betayin ekansan. O'g'limga nima qilding, iflos? Ey, nima qilyapsiz bolani? Esiz joydami? Agar shu bola bo'lmaganda, o'g'lingiz o'sha podvalda qolib ketardi. Nima qilganingiz bu? O'zi o'g'limni hozir ahvoli yaxshimi? Ha, bo'ladi. O'zimiz qarab turibmiz. Hali o'ziga kelgani yo'q. Dori qondan chiqib ketishi kerak. Doktor, yuring. Xo'p. Chetroqda gaplashib olaylik. Eshitaman. Endi o'g'lim ahmoqlik qilib, yoshlik qilib qo'yibdi, bilasiz-ku. Iltimos, uni uyga olib ketsam. Tushuning. Bizga kerak emas ortiqcha savol-javoblar, ovoragarchiliklar. O'zim uyga borib yaxshilab qarayman. Nazorat ostimga olaman. Faqat ruxsat bering. Mayli. O'g'lingiz faqat o'ziga kelsin. Tez yordamda zaявка bilan kelgan. Yaxshi. Doktor, faqat iltimos, o'ziga kelishi bilan menga xabar bering. Xo'p. Rahmat. Mayli.
Sen uni qayerdan topib kelding? Izlarni yo'qotishimiz kerak. Yuring ko'rsataman. Qo'lga tushdingmi? Adaming yeysan. Kirisa. Nasibangda. Pullarimni olib bemalol yashab yuraman deb o'ylading-da. Kerak bo'lsa, pochkalaringni sotib to'laysan, tushundingmi? Dem bo'li. Sari tutib kelish uchun yana rasxodga tushib qo'ydim. Uyam ustidan hisoblanadi. Kirisa. Sen meni jahlimni chiqarding. Bu dunyo shaytonni bozori. Nimadir oldingmi? Yo puling bilan, yo joning bilan to'laysan. Ya seni o'rningga to'lab beradigan kimdiring bormi? Yo'q. Nima qilamiz? Bo'layligi bo'lib narxini chiqaramizmi? Sari. Nimaga do'q qilasan? Qo'rqitib yuborsan-ku bu bolajonni. O'zi mo'rt ekan. Uzilib ketdi. Uni qulog'idan boshqa hech narsasi yo'q edi-ku. Endi nima bilan tirikchilik qiladi? Akajon, qulis bo'laman, iltimos meni bir marta kechiring, akajon. Akajon, bir marta kechiring, akajon, pulingizni topib beraman. Yarim soat vaqt bering, akajon, iltimos, akajon. Qulis bo'laman, bir marta imkon bering, akajon. Agar menga imkon berilganida boshqa joyda tug'ilardim. Boshqa положениеda. Sen bo'laysanga ishonch yo'q. Sen kirisa sen-ku. Daveriy yo'q desang ukam. Senga imkon beraman. Faqat yaxshilab so'raysan. Hamma biron bir sehrgardan so'ragin. Hozir o'zida mana ashti shalop etib pul paydo bo'lib qolsin. Mana senga imkon. Yaxshilab so'ragin faqat. Boshqa qilmayman. Tavba qildim. Sen zo'r so'rar ekansan, ha? Sevgiling telefon qilyapti. Ni to движение qilsang, ni to bo'ladi. Allo Timur, qayerdasan? Ko'rishamizmi? Yo'q, Munira. Sal mazam yo'qroq edi. Ha, mazang yo'qmi? Chiqolmayman. Kontraktni olib keldingmi? Ha, olib keldim. Ko'rishsak birga to'lardik. Hammasini olib keldingmi? Ha, hammasini. Timur shuni bugun to'lab qutulsa yaxshi bo'lardi.
Qayerdaligini so'ra. Alo, O'zimiz borib olamiz. Timur? Tushundingmi? Eshityapsanmi? Alo. Munira, Ha? qayerdasan hozir? Men uyga ketyapman. Munira, Ha? meni eshit, qara. Men bir ikkita tanishimdan katta qarz olgandim. Hozir ahvolim og'ir. Sen ketib qolmay tur, xo'pmi? Ha? Ketib qolmay tur. Hop. Qanaqa kiyimdasan? Katakli ko'ylagimda. Munira, sen xavotir olma. Men o'zim to'layman kontraktingni, xo'pmi? O'zim to'lab boraman. Hop, Timur, gaplashamiz, bo'pti. Bo'ldi. Ko'p gap. Eshakka yuk. Bor pulni olib kel. Rahmat. O'zingga shukr. Men bu yerni 3 yil oldin sotib o'rganman-ku. Kamron bu yerda nima qiladi? Bo'pti. Narvonni o'shab tur. Qattiq oshi. Narvon ham chirib ketganga o'xshaydi. Bu kim? Bu Aynur Yaxshi ko'radimi? juda ham yaxshi ko'radi. Lekin qiz boshqasi bilan Qozog'istonga, uyiga qaytib ketyapti. Bir og'iz aytsa, bu qiz oyog'ini ostiga tashirdim-u. O'zi hamma o'z boshimchasan. Menimcha muhabbat masalasini pul bilan hal qilib bo'lmaydi. Bu hayotda hamma narsaning narxi bor. Hamma narsaning o'z vaqti bor. Agar vaqtga egalik qilmoqchi bo'lsang, puling bo'lish kerak, puling. Tushundingmi? Bu hozir qayerda? Uchib ketadi bugun. Kamron biladimi? Kamron biladimi? Sendan so'rayapman. Alo. Alo, Ha aka. bezovta qilmadimmi? Kamron yaxshimi? G'oyib bo'lgan. Nima? O'g'lingiz hech qayerda yo'q. Qanaqasiga g'oyib bo'ladi? Bilmadim. Aka, men sizga aytgandim-ku, o'ziga kelishi bilan menga qo'ng'iroq qiling deb. Xayolimdan ko'tarilib qoldi. Men ishlar bilan bo'lib qarolmay qoldim. Yaxshilab qaranglar. Hamma joyga qaranglar. Hozir yetib boraman. Hop, tezroq keling. Bilib qo'y. Agar shunda ham seni qo'ling bo'lsa, mendan yaxshilik kutmagan.
militsiyaga xabar bermasak bo'lmaydi. Aka, qo'ying shu militsiyani. O'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Bola o'tish davrida bir aylanib uyga keladi. Qayerga boradi? Davlat aka, meni to'g'ri tushuning. Hurmatingiz bor. Agar biror korxol bo'lsa, men boshim bilan javob beraman, akajon. Aka. Bering, men o'zim tilxat yozib beraman. O'g'lim sog'lom, o'zim olib ketdim. Hamma javobgarlikni o'z bo'ynimga olaman deb yozib beraman. Sizga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Meni boshimni g'alvaga qo'yyapsiz-da. Aka, siz meni juda ham yaxshi taniysiz. Gapirgan gapimni ustida turadigan odamman. Hamma javobgarlikni o'zimni bo'ynimga olaman. Bugungi sana necha edi? Mana aka, sizga kattadan katta rahmat. Uzr, shoshilib turibman. Rahmat. Xo'p, mayli. Камрон, сен жақсы баласың. Сен барша сезімдеріңмен маған ұнайсың. Мен сені жақсы көрем. Бірақ та қазір бұл ештеңкені өзгертпейді. Барған күніміз олар құда түседі. Әкем сөз беріп қойған. Сен өзіңе лайықты адамды табуыңа сенемін. Я, сосын сурет салуды тастамайсың деген үміттемін. Lekin hech